هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görüşlər. Mana bu Rasulullah proqramımızın 22-ci saniyini görüşənlərini qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğın. Qadirlik görülmələrimiz həmməlağı məlum bolğandak bu uluq, mübarək eyimiz başlanğandan tatib hər günü muşu saatlarda ekranlarda bulup kilovatımız Rabbimnin iltifati, merhameti bilen maqsadımız həmməlağı məlum. Bu güzel mübarek ayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki en şu güzel ahlaki hareketlerini özümüzde küçümüzün yetişçe özleştirip özümüzde bir özgertiş iyi boğan bu ayda özümüzge bir narsa koşalasak en baxtlik müminlerden boğan bulumuz diyen niyet bilen Resulümüzde tekrar çoğunqur tunuş üçün başlatıp her günü malum bir mavzuda toxtulup kilovatımız. Haş beştik men aramızda en ahirki küllürge kilip kaldı. Rabbim inşallah barlıq muşu söylengen derslerge bizde bir narsa özgerteligen bolsa biz bu dersini qilishtikimi maqsadimizga yetken bulumuz inşallah. Rabbim inşallah şundaq müminlerden qilishqa aldı bilen bizden başlap hemmanlarını müyesser qilsin. Biraz ahirki işki bölüm bugün biraz micazım bulmak için avazım qaran-qurun biraz qulqunlarını gıdıqlaşı mümkün. Doğru düşünüşünlerden ümit qılmaz hem dua qilib qo'yinglar inşallah. Programımızın daimlik mehmini hemmanlarga tunuşuq bo'lgan davetçi Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi do'stim Habibullah Ko'saniyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilgan uchun albatta ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Sizga rahmat. Allah razı olsun. Qadirlik görülmələrimiz programımız naq meydandan taqdim etdim. Ekran aldı çıxıb turgan nömrələr arqalıq bizə proqramla əlaqədar olan suallarınız bolsa sorasanlar yoki yazsanlar buldu inşallah aldığımız proqramlarda bununla bir-birləb cavab verimiz. Bugünkü baş temamiz hörmətli ustazlarım degan Rasulullah ve fitne degan mavzuda qoyduq. Hammamizga ma'lum, yani insaniyet tarihi mevcut bo'lgan müddetçe her qanday insan yaşayan yerde mayli o cemiyet, Müslüman cemiyeti olsun yoki kafirlar cemiyeti olsun u yerda bir qalayim qancha har xil ish chiqmaydi degan olmaydi ekan. Biz Müslümanlar bo'lishimiz bilan albatta bu sohada paranglashimiz degan mushuni bir albatta cemiyetning ichida bo'lgan bu bir kasal, bu balo qazoga tabiri joiz bo'lsa qandaq muamele qilganligini Peygamberimizniki her bir müminniki bununla qandaq pozitsiya tutishi kerakligini albatta dinimizdan o'rganishimiz kerak. Bugün hem chet elda muhojirat yashayotgan xalqimizga qarasak, guruhlarga qarasak, har xil insonning beshini qaydiradigan narsalar ko'rmanlab turibdi. Mushlarni biraz bir aydan tushunish uchun birga o'ltiribdi hamda ekranda. Mushni paranlasdak dedik. Hamda oldi bilan biz shunga kirishdan burun fitna degan nima degan buni bir uqumga bir ma'ni berib o'tmoqchi bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'alaga hamda sanalar bo'lsin. Canı can Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durut ve selamlar bo'lsin. Haqqaniyat yo'lda ta qiyomatgachilik Qur'on hadisini bo'ylab mangan barliq kishilarga Allohning hidoyati mag'firati bo'lsin. Amin. Aldı bilan hürmetlik körürmenler şunda deyme. Hazır Ramazan'ın 22'si oldu. Yani altından kıymetlik bu külle nahayet az kılıvatıdı. Şu bu ahirki onu Ramazan'ın en mühim bir basqıcı. Ayşe annemiz şundaqdaydı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kan Resul sallallahu aleyhi ve sellem iza dakhala al-awaashir ahya leylehu ve ayqadha ahlehu ve jadda ve şedde mi'zarahu deydi. Bunda degeni Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ahirki 10'u kirga vaqtida kechillerini bidar o'tkazatdi deydi.
Yani keçillerini taat ibadetlen ahırık onunu keçillerini taat ibadetlen ötküzet deydi. Yani bütün tuluk bir ötkazsak bak yaxşı keçini bütün ibadetlen. Hiç olmasa keçinin bir 3 saatini uxlasak mı bulup mu ahırki vaktini yani taat ibadetlen ötküzüş. İkincisi ayqada ahlahu deydi. Ailesini uğdat deydi. Şunun için aile boyunca taat ibadet kılış. Ve nahayet bek tirişip belini müstehkem iştahına bağını müstehkem bağlaydı deydi. Yani hem bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın ahirisi onun kençağda başka vaxtıda kösetmegen tirişçalıqını kösetdi. Şunun için kırındaşlarımızdan bu altından kıymet fırsatını ganimet bilişini. Çünkü bu ahir 10 günde Leylatul Qadr keçisi var. Oylap baksılar. Leylatul Qadri hayrun min alfi şahr. Bu Qadr keçisi 1000 ay ibadet qandan abzal deydi. 1000 ay. Yani 84 yıldan abzal deydi. Yani muş 10 günün birde çokum inşallah Qadr keçisi buludu. Biz müşkülçilerde taat, ibadet, yaxşı emeller bilen dilimizdeki her xil adavet, öçmellikini çıkarıp etip bir yaxşı, pakiz, masum insanga aylansak, bu Qadr keçisini tapsak 84 yıldan mı artıq ibadet qan ecrini alamız endi. Anadaki Kur'an bu ayda nazil bolgan. Şu qatardan Peygamber Aleyhisselam şu itikabını taşlamagan. Ahir 10 günde Peygamber Aleyhisselam davamlı itikab qılatdı. Hatta ölüp gitgan jilse 20 gün itikab qılgan. Bunu tavsiye qılman andaki bu sadaqatlarni köp berishni ve vatanimiz Şarkı Türkistan için zalimlerinin halak buluş için mazlumlarning qutuluş için köp dua qılıp muş qattiq bir tirishib muş 10 kunni ching tutishni tavsiye qılman. Hem de bu biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki münafıqlarga qanday muomala qildi, musulmonlarga qanday muomala qilib, oxirida mana fitna fasodlarga qanday muomala qildi degan temaga keldi o'qamdi. Çünkü hakikaten bu tema bek muhim hamda. Bu fitna fasod. Çünkü bizninki sirtqi düşmanimiz aniq. Bu komünist Xitoy düşmanimiz aniq. Bu tarixiy an'anaviy düşmanimiz. Bugün qutulup bugün yanmasak at yanımız, at yanmasak ögün yanımız, men yanmasam nevrem yanıdı. Bu aniq mesele. Ama işki düşmanlık, işki fitna fasod mana bu bek ig'ir mesele. Şunun için bu temini Ramazan'dan ahirki günlerde yurtishimizdeki maksat Müslümanlar maş fitna fasodning nimaligini, bunun xatirning qandaq bir zo'r ekanligi, bu fitna fasod moş fitna fasodga aralashib qolgan yoki fitna fasodni tug'dirganlarga keldigan dunyo oxiratlik jazoning ne kadar ashaddiyligini bilib, maş fitna fasodni o'zini saqlab qolish degan temada maqsadda shu darsga kirdik. Endi bu fitna fasod degan gap asli fitna degan arabcha gap. Bunu Uyg'urchada masalan boshqalarga bir tuhmat chaplash uchun uydup chiqarilgan so'zni fitna fasod deyildi. Yoki ittifoqsizlik tug'dirish maqsadida uydirilgan yolg'on so'zmi fitna fasod deyildi. Ama bu arabcha söz, bu asli bu arabchasi bek muhim buning uchun. Chunki fitna degan gap arabcha gap. Buni bilib olsak nurg'un masala bo'ldi. Asli fitna degan gap arabchada fatantu zahaba deydi yoki fatantul fizza deydi. Men oltinni fitna qildim yoki kumushni fitna qildim degan gap. Oltinni o'tqa silib, sap oltin bilan zaltayni arish uchun o'tqa solganni arabchada fitna qilish deyildi. Yani sap bilan ayrish, sap bilan axlatni, oltin bilan zaltayni, haq bilan nahni, to'g'ri bilan xatoni ayrishni arabchada asli fitna deyildi. Bu fitnaning lug'at ma'nosi shu. Bu bek muhimchi. Yani bu fitna demek nima shu? Fitna bilan bu lug'at ma'nosini bog'lasak, nihoyatda bir yaxshi bir natijaga erisha olamiz. Endi bu fitna degan so'z arab tilida yani istimal ma'nosida imtihon, sınaq degan ma'nosi bor. Nima uchun degan chaqda fitna bo'ladi. Slaviya dillar muqaddimasida Odam alayhissalomdan tortib ta davri qiyomatgacha bu fitna bo'ladi. Bu Allohning bir qonuniyati. Lekin bu fitna nima desa, fitnaning o'zi bir imtihonsil biz uchun. Mush xuddi mush dunyo bizga imtihon bo'lgandek, fitna shu imtihonlar ichidagi eng ig'ir savollarning birisi. Eng muhimi bu savolga qanday javob beramiz?
Buni bilishmi bak muhim. Masalan, arab tilida adam o'ltirishni, jangga jidalni, urush qilishni bu fitna deyildi masalan. Andan keyin masalan Imom Shavkani rahmatullohi alayhi mana fitna degan so'zni qilib, fitna degan ikki firqa musulmon o'tirsa, ikki guruh odam urushib qoladi. Qaysining to'g'ri, qaysining xato ekanligini bilgilolmaydigan bir ahvolda mushuni fitna deyildi dedi. Buni mushta vaqtda qanday qilishimiz kerak? Masalan, bizning hozir siyosiylarimiz bor. Ma'ni qarsaqmi to'g'ri, vatan davosi, ma'ni qarsaqmi vatan davosi qatqandek ko'rindi. Ikkilisi mening to'g'ri deydi. Mushni Imom Shavkani ikki musulmon ikki bir qis bir-bilan so'qishidi. Qaysining haqli, qaysining xato bilinmaganini mushuni fitna deymiz. Arab tilida arablar mushuni fitna deydi. Bu fitna bo'ldi, lekin bizga nisbatan bu imtihon bo'ldi. Xo'sh. Ya'ni to'g'ri bilan xato, haq bilan batil aralashib ketsa, bu fitna deyildi. Fitna degan. Hamda Imom Ibn Qayyim Jawziy rahmatullohi alayhi mushu fitnani mandaq degan fitna ikki turli bo'ldi degan. Birisi shahvat, havo havasdan keladigan fitnada, masalan, ayollar bizga nisbatan fitna bo'ldi hamda. Shuna malning fitnasi, ayolning fitnasi, balaning fitnasi deyildi. Nima qilsa shu ballar sababli biz imtihonda o'tamaymiz. Ayollar sababli şu, ayollarning fitnasi sababli işimiz bozuldu. Bunun fitne değil, bu hava havas fitnesi deymiz. Ama onundan başka en çoğun bir fitne var. Şu nadallıktan, bilmegenlikten fitne qilish, fitnege sebepçi oluş, en fitnenin çoğunu deb muşunda deganadi. Fitneninki asaslı ma'nosi mushu. Xo'sh. Endi biz Qur'oni Karimda muval fitnetu ashaddu minal qatl. Ya, hatta ölümdün mü iğir deb tabir berilişinki bununki sebebi. Endi hatta bu al fitnetu ashaddu minal qatl degan sura Baqarada, hatta sura Baqaraninki 217-oyatda wal fitnetu akbaru minal qatl deb bor. Bir yerda fitna o'ltuganlikdan yomon deydi, yana bir yerda fitna o'ltuganlikdan cho'ng deydi. Hamda bu oyatning 5'ini o'qisak, Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al-qatl." Bu sura nimedeki Baqardaki oyatning 5'i qarsa, kafirni tapqan yerda o'tiranglar. Va ular sizlarni nereden qo'g'lab chiqqan bo'lsa, sizlar u yerdan qo'g'lab chiqaringlar deb bu deb kelib, nima ish qilsa, wal fitnatu ashaddu minal qatl. Chunki ularning qilgan fitnasi o'ltirganlikdan yomon deydi. Ularning ziminda tergan fitnasi. Fitnasi o'ltirgan. Bu yerdagi fitnadan nima maqsad desa, bu yerdagi fitnani ulamolarimiz dindan chiqishga majburlash degan. Imom Ahmad bin rahmatullohi alayhi bu yerdagi bu kafirlarning paydo qilgan dal shuningga. Bu yerdagi odamni o'ltirganlik ham fitna bo'lsa, insonni irodasiga, ya'ni sening irodangni majburlash, erkinlikingni bo'g'ish deydi. Ya'ni seni dindan, e'tiqoddan zo'rlik bilan yenishga majburlash. Masalan, shuning uchun ham deydi. Nima ish qil desa deydi, sening bir erkinligingni musodara qilsa, seninki dinga e'tiqod qilish erkinligini musodara qilsa, bu asli insonlik degan, insonlikning javhari degan erkinlik deydi. Albatta. Endi bu kafirlar seni dindan yenishqa, erkinlik dindan yenish qilsa, erkinligini musodara qilsa, bu insonni o'ltirganlikdan yomon emas deydi. Inson chunki nima bilan inson? Erkinlik bilan inson. Albatta. Erkinlik insonlikning javhari deydi. Demak, sening erkinligingni musodara qilib, seninki hurligingni musodara qilib, seninki masalan fikringni musodara qilsa, ko'z qarashingni musodara qilsa, seni ya'ni bunda bo'lganlikdan shuning uchun bu yerdagi bu ish odamni o'ltirib o'tganlikdan yomon deydi. Yani onu öldürürken yaxşı deydi. Bir adamın erkinligini yo'q qilgandan, bir adamninki din, çünkü din degandan bir insonning, masalan, islom dini biz uchun jinimiz, qinimizdan qimmatli.
Agar bu din bo'lmasa biz nim qilamiz yashab? Din uchun yashaymiz, din uchun nafas olamiz, din uchun pul topamiz, din uchun pul qashlaymiz. Şoňa bu mübarek dinimiz mana şunda insanның erkinligini, öz iradesini boğmakçı bolgan her qandaq güçni yıldızdan qomur ötiş üçün kelgen din bu. Buna çözek boldu. To'g'ri, shuning deb atadi. Tapqa yada o'ltirgandaq guylanadi. Kim deyilsa insonlarning erkinligiga. Shuning bu yerda o'limalarimiz degancha Qur'oni Karimdagi bu fitnadan bir insonning deydi. Haq talab va siyosiy huquqini musodir qilishdan kelib chiqqan deydi. Masalan, dinga ishonish erkinligi, o'zining fikrini ifodalash erkinligi, o'zininki boshliqlarini saylash erkinligi. Mana shunda erkinliklarni, ya'ni bir haqiqiy bir insondak bir yashash erkinligini musodir qilganlikni buni Qur'oni Karimdagi o'limdan eg'ir fitna degani shu deydi. Shuning uchun agar bu bo'lmasa, bu musodir bo'lib ketsa, sening insonliging tugadi deydi. Uni o'lgandami yomon bo'lding sen deydi. Shuning uchun biz uchun mana erkinlikning naqad, bu kimki erkinligini musodir qilamiz ekanmiz, uni tapqayda o'ltirish kerak. Ma qatilni tapqayda o'ldi, puloni bulab kelganini tapqayda o'ldi demadi. Birdan bir tapqayda o'ltirdigan odam erkinligini musodir qilgan odam. Shuning Qur'oni Karimda buni bir yerda o'ltugandimi yomon dedi. Hem bir yerda o'ltugandimi cho'ng büyük bir jinoyat bu deb uni fitna deb mushunda oldi. Shuning uchun bu eng fitnaning yomoni shu. Yani bu bir siyasi atalgan. Miyadik Qur'oni Karimdagi ölümdün mü egir fitne degeni bir siyasi nima, yani insonning erkinligi, hurriyati musodir qilinish. Xo'sh, hamda Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam fitnega qanday muomala qiladi? Demak, bu fitna masalasi keldi. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi vasallamninki fitnega qanday muomala qiladi deganda, hamda Rasulullohning davridimi bir necha qatimliq fitna yuz bergan. Hatta Qur'oni Karimda mushto'g'irlik maxsus oyat tushgan. Shuning uchun Payg'ambar alayhisolamning bu fitnaga qanday muomala qilganligini bilish uchun biz shu fitnani bir tilga o'taylik. Shu fitna qanday bir fitna yuz bergan. Masalan, ba'zi ulamolarimiz hijratninki 5-yilda edi, ba'zi ulamolarimiz hijratning 6-yilisi mandaq bir voqealar yuz bergan. Payg'ambar alayhisolamning quluqiga Bani Mustalaq, yani bu Bani Mustalaq qabilasi, Yahuda qabilasi, Madinaning atrofida turadigan cho'ng bir qabila. Payg'ambar alayhisolam shunda bir xabar keldi, o'sha Bani Mustalaq ba'zi arablar bilan birlashib Madinaga hujum qildi degan xabar keldi. Shundan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Burayda ibn Aslami radhiyallohu anhu ni bu ishning rostliqligini bilib kelish uchun yo'l soldi. Şu bu kishi berib Yahudilarninki boshlig'i bo'lgan Haris Abi Darar degan kishiningki rost deganda qo'shin to'plab, taxminan otlarni setib olib, jangga tayyorlik qilib, arablar bilan bir ittifoq qurib, Madinaga hujum qilishga tayyorlanayotganligi aniq isbotlandi. Shuni Payg'ambar alayhisalom ular hujum qilishdan burun oldi bilan hujum qilish uchun Rasululloh bu urushga atlandi. Atlangan vaqtda munofiqlar burun Rasululloh bilan jihadga bunda urushga chiqmagan. Bu urushga munofiqlarmi qo'shilib oldi. Ubay ibn Sulul bilan qo'shilib, bunun qo'shilib oldi. Şu Payg'ambar alayhisalom ularninki hujum qilib berib, qarasa bir Muraysi degan bir quduqning atrofiga to'plashib kelgan. Shu yerda azroq o'ltirgan bo'ldi. Azroq shuna qo'rqib qechib, shu ish tugdamdi. Endi buni Bani Mustalaq g'azvati deb ataldi yoki Bani Muraysi yoki Muraysi g'azvati deb ataldi endi. Bani Mustalaq g'azvati deyishdan maqsad shu Bani Mustalaq qabilasi bilan bo'lgan urush. Muraysi g'azvati deb atalsa, Muraysi degan bir quduqninki ismi. Urush shu joyda bo'lgan. Ham demak bu urushning jarayonini so'zlamaymiz. Shuna bu urush tugab Rasul akram sallallohu alayhi vasallam Madinaga qaytib kelmoqchi bo'ldi. O'sha qaytib kelish jarayonida bir necha fitna chiqdi. Men bugün en muhim tilga oldiganim
qaytib kelish yo'lida Madinaga bir kunlik yo'l qilib qolgan vaqtda, ya'ni bir chaqirim, ya'ni yo'l qilib qolgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom dam olishga tushdi. Dam olamiz deb shuni dam oldigan yerda dam oladi, dam elib shuning bilan kechisi hamda yine yo'lni davomlashtirib Madinaga kirib ketmoqchida. Ana Oysha onamiz deydi. Ana bu voqelikni Oysha onamiz o'z og'zidan bizga deb berdi. Bu voqelikni Imom Buxoriy o'zininki sahih hadislar to'plamida manda deb bayon qilgan. Oysha onamiz deydi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir safarga chiqmoqchi bo'lsa, chek tashlaydi, ayollarning orasida chek tashlaydi deydi. Chek kimga chiqsa shu ayolni elib safarga chiqdi deydi. Bu qatimqi g'azotda mening chekim chiqib qoldi deydi. Shuna Payg'ambar alayhisalomdan birga chiqdik. Urush bo'ldi. Biz urush tugdi. Shuning bilan urushdan qaytib Madinaga oz qolgan vaqtida u yerda dam oldik. Shundan shu dam olib kech bo'lgan chog'da qo'zg'ildiganlik to'g'riliq xabar keldi deydi. Shundan men mangaydab shundaq menishdan burun bir taras sundirib olay deb taras sundig'ini bordim deydi. Shundan taras sundig'ini berib qaytib kasab kelib undaq maydamni silsam bo'ynimga esib olgan bizning Uyg'urchada gulobga deymizmi endi. Ya'ni xudo unda oltin zanjirdek zanjir endi u. Oltin emas. Bo'yniga esib olgan bir nima ekanda gulobga deymiz. Yo'qturdi deydi. Buni atoydan tizilgan zanjir ekanda u. Shuning bilan bu uzilib tushib qolibdi deydi. Shundan men aqchana shu tarat sundirish yo'lda tushib qoldim, shuni izlab ketib qoldim deydi. Shuni izlab ketib qolibdim. Shun bu izlab nim qilish jarayonida bizga vaqt o'tib ketdi deydi. Shuni uni men tep kasam karvon ketib qolibdi deydi. Chunki Oysha onamiz nima bir tugining ustiga qo'yilgan havdaj deb qo'ydi. Uyda kichik uyda kamda. Bizning Uyg'urcha bir ism bor unutilib qoldi buni nimaning g'arib sinamning kinosida chiqamdi, yoki Amanniso xonning kinosida chiqamdi. Yo'q. Buni Uyg'urcha bir ism bor unutilib qoldim. Tugining ustiga qo'yib sildigandek uyda ekamda. Shunla men asli buningga chiqmangdi ekanda, chunki bu chaqda hijob oyat nozil bo'lgan vaqt ekan. U chaqda ular shuni men o'ltirgan havdajini tugin ustiga eliblam qo'yibdi dedi. Nima ish qilsam, men u chaqda bir kichik qiz oldim. Ta o chaqda men bir samirim ketmagan. Yenik bo'lganlikdan ali his qilmayman, ham kechis bo'lganlikdan o. Voy mangdab aqchandab an ep ketib qolibdi dedi. Shuni qarsam hech kim yo'q. Aqchanni bir yerga berib, men bo'lmagan ekan qaytib keladi deb, ash o'zimdan joy kelib o'ltirib, mugdak besib uxlab qolibdim dedi. Karvon ketdi. Oysha onamiz u yerda qanday qildi desa, yolg'iz qolib qoldi. Chunki deganda nima deydi Oysham? Bu chaqda ayollar noit yengil to'xtaydi. Unda samirmagan nima ish qilsa biz shu jambaq jonni saqlab qolg'ich bir narsa to'xtaydi. Innama ya'kulna al-ulaqata min at-ta'am. Bir qancha luqma jon saqlab qolgandek tamoq yeydi. Unda bo'lgandan keyin uni ko'tagan vaqtida men unisiga bir 14-13 yoshli bir qiz bola, u uxmayli ketib qolibdi dedi. Shundan u Payg'ambar alayhisalomningki bir shu vaqtdagi bir qoida bo'yicha askarning oldida razvedka qilgan bir necha odamni avat etdi-da unda chaqda. Askarning keyniga bir necha bir odamni qo'yib qo'ydi ekan. Unda tushib qolgan, shunda qilib qolgan odam bo'lib qolsa, epmanglar. Shuningga Safvan ibn Muattal degan eng taqvo, eng esil bir sahabini bu ishga mas'ul qildi ekan. Shundan bu odam chuqum qo'shinning keynidan yarim kun yoki 3-4 soat keyinda mangib keldi ekanda hamda. Şolan kes deydi. Şolan bu Safvan ibn Muattal mush askarning aqsab ishlari bilan mas'ul deydi. Shundan bu odam kechisi minib shunda tanatqanda kesa deydi. Men tug'aya kelib meni ko'rib bunda qarshi bir qar odam tug'an. Shundan meni ko'rib tunib oldi deydi. Chunki Oyshaning uzatdilar yuzini uchi qo'yib uxlab ketganda meni ko'rib tunidi. Chunki mening hijab farz bo'lishdan burun meni tuniti bu odam deydi. Tuniblam inna lillahi va inna ilayhi raji'un deb ketdi deydi. Inna lillahi va inna raji'un deb shuni bilan undan boshqa bir eg'izim gapimda men asta yuzimni etib oldim deydi Oyshanimiz. Shuni bilan men bir eg'izim gapimda men inna lillahi va inna ilayhi raji'un degan gapdan boshqani anglab baxmadim bu odam deydi. Tugin akil tugin men chukurpadi.
Öz yirak tutup durdu. Çıkırıp şoňlan üzi sal jirak berip turdy. Men şoň tögü mindim dedi. Şuna tögüni haydap maňdyk. Maňyp şoňlan biz karwan ýetişip aldyk. Kaçansa taz gün çuşula diýen wagtda karwan ýetişip aldyk. Ola taz, hava taz kızıgan çağda takriben azık vakit saat 10-11 vakitla olgan çağda karvanga yetiştik deydi. Onun bir damalda turtken. Endi bu şu Ayşe anamızdan Safvan'da muattal kilovatkan tuncu kögüne Ubey ibn Sulul. Ubey ibn Salul Ubey ibn Sulul tuncu körüplam. Münafıklarının kattığı şey. Tuncu ma işkisi çatak deplam şu tuncu gapni şu kıldı deydi. Şunu kılgan der. Fitneni en başta o çıkardı, o yakırdı. Şuna anda Medine'ye kilip lam ağırıp kaldım dedi. Şuna kirdik Medine'ye başı gap yok. Medine'ye keldik. Men ağırıp kaldım dedi. Şu ağırıp bir ay yetip kettim dedi. Bir ay yetip kettim. Bu piştini boptu dedi. O piştini bulab nasıl gitti? Yani Ayşe'miz bilmeklikte bunu. Ayşe'miz piştini boptu dedi. Ben işini iskimapman dedi. Şuna olan amma Peygamber men agırıp kalınca Peygamber Aleyhisselam'ın sal muamelesi man qarta sal sustab kalgan bir narsa kaldı. Başka hiç qanday narsa iskimdim dedi. Amma Peygamber Aleyhisselam burun agırıp kalsam meni bek mandaq küzüm qaragandek maqatim onçola küzüm qarab ketmedi. Lekin başka narsa hiç qanday bir narsa iskimdim dedi. Mesela Peygamber Aleyhisselam sal muamelesi özgürüp kaldım nima degandek bir tuygu boldu. Ondan başka hiç qanday bir narsani sezmedim dedi. Şu olan bir günse sal yaxshi bo'lib kaldım dedi. Yani sakay bulamadı, lekin bize yaxshi bo'lib kaldı. Şu an Ummu Mistah, yani Mistah'ın anısı diyen, yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tuqqunamdı. Şu anısı bilen Peygamber sallam kirip öykilip, "Vay kızning bunun ahvalı onda, keyfe tikum" dep, onun ahvalı qandaq dep sorap qo'ydi deydi. Bir ikki kunda, üç kunda kirip qanday ahvaling dep sorap qo'ydi. Bir narsani his qilmadim deydi. Şu an azroq yaxshi bo'lgan ekan, Mistah bilan bizningki hozir qimda burun yezlarda Ubirni öydün bir 300 metre jirakta bulduk hem de. Şu vaqtda şu Ubirni joy vakanda hem de. Azroq bir arliq vakan. Şan Mistah bilan Ubirniga chiqdik deydi. Ubirniga chiqib, shundan Mistah Ubirniga ketish yenish yo'lida hamda bir narsa putilishib ketib, "Voy Mistah 5 yilni yasa" deb shunda dedi deydi. O 5 yilni yegan Mistah deb saldi deydi. O'zi putilib ketib, "Bu 5 yilni yegan Mistah" degan ekan, men qop astagfirullah. Sen neymi davatsa, bu Bedir'e katnaşkan adamni sen tillavatsan o. Dedim dedi, sen tek anlamdanız mı onu diyen gipini dep şunda dedi. Nim boldu, nimini anlamadım desem andakin boğan men doğrulup pişni basadın hemen depperde dedi. Şolan men şona bu qattiq ko'nglim yerim bo'lib, hatto ba'zi rivoyatlarda Ayşa'miz mushuni alg'ancha hushidan ketgan deydi. Hushidan ketgan. Ba'zi rivoyatda o'zim men bir 2-3 kunduz uxlayolmadim deb. Hamda shuning bilan bu Mistah degan hamda Abu Bakr roziyallohu anhuning hammasi. Buni xabar qilgan. Şu vaqani o'qigandan keyin andan keyin Peygamber Aleyhisselam'dan ruhsat sorab, men ota-onamni görüp bir davolanib kelsam deb Peygamber Aleyhisselam'dan ruhsat aldım dedi. Endi uqtidam o gapni. Sonra Peygamber Aleyhisselam'dan ruhsat sordum. Apamni qishig'i berib, yig'lab, "Apa, haq rost mushunda gap bormi?" desam, apam dedi, "Voy qizim, nim qilma, sendek chiroyli bir qizninki payg'ambardek bir esli yo'ldosh bo'lgan ekan, o ko'z tekkan hasad pasat degan narsa bo'ladi. Jaq ish emas deb apam menga mushunda qiliq tasalli berdi dedi. Shuning bilan men kech kunduz yig'lab, ko'zlarimdan yosh qo'rib mushunda bulab ketdi dedi. Bo'lgan ekan, shuna ahvol mush. Payg'ambar alayhisalom bu ish taxminan 1 oy atrofida bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhisalom o'zining eng yaqin bo'lgan Abu Talib, Usama ibn Zaydni chaqirdi. Amaliyotda bunda ahvollarda bir vahiy tushib, Payg'ambar alayhisalomga ishning mohiyatini bildirish kerak. Vahiy tushmadi. Ya'ni 1 oy 35 kun atrofida bo'ldi. Madina liq ushshoq so'zga to'shaqanda. Hatto buningga munofiqlardan boshqa Badr urushiga qatnashgan Mistah radhiyallohu anhu, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dongliq shoiri bo'lgan Hassan ibn Sabit,
Zeynep anımızın sınlısı Hamne 3 sahabi aralashib qoldi sizlar bu ishni. Benim munofiqlar o'ttirib qo'yib, munofiqlar o'jaq qo'ymadingda, munofiqlar 300 atrofida munofiq bo'lmadingda. 300 dan boshqa ma sahabilar bu ishni aralashib voy xudoyim deb mushta bo'lib qoldi. Şun Peygamber Aleyhisselam bu iş qanday qilamiz deb bu bir endi bak eg'ir pishda Peygamber Aleyhisselamning ayolining shon sharifi, ya'ni iffat numsi qilingan bo'xtonda bu. Shuna Peygamber Aleyhisselam o'ziga eng yaqin bo'lgan Usama ibn Zayd va Ali Razalani chaqirtib qanday qilamiz bu masalani maslahat beringlar degan Usama ibn Zayd dedi. Çünkü bular Ayşe annemizden birlikte yaşaydıgan bir aile kişileri de bu. En yakın bildiğin kişiler. Men bu kız doğruluk hiç kandak bir kalaymukan gumallık bir işini his qilmadim. Bu Ayşe pak. Deb nim qildi. Yani biz ayolingdan o faqat manda bir gumallık bir narsa bayqamadik deb guvallik verdi. Eli razalani olsa bu to'g'ri, bu yaxshi ayol, lekin buni qo'yib o'tib, ayol degan jiq birini olsang tugmidimi Allohning payg'ambari. Lekin deb bo'lib, lekin Oyshaning xizmatkoridan so'rab baq. Chunki xizmatkor degan davomli bir Oyshanimizningki xizmatkori qizni nimadan so'rab baq. Ismi Barira qo'ydim, Bariradan. So'rab baq. Degankin Payg'ambar alayhisalom Barirani chaqirib Hal ra'ayti min şeyin yuribuki min Ayşe. Sen muş Ayşe bilan davomli birga yashaysan. Menga javob bergan qizim. Muş Ayşening bir gumalliq bir harakatini payqadingmi degankin, seni payg'ambar qilib avatgan zot bilan qasam qilamanki, bu bir kichkidan qiz bola. Bu qiz bolaning kichikligidan xemir yo'g'irib uydab qolatdi, tuq kelib uning xemirini yavlatdi. Mushunchalik qiz bolaning yana unchola ishni o'ylig'idek aqllisim yo'q. Demak, shunda ma'sum, shunda sabab o'qiz. Deb buna samimiy guvohlik berdi. Belki Peygamber Aleyhisselam'ın asas cihetten Peygamber Aleyhisselam üzüm işnetti hem de. Lakin insanda Peygamber Aleyhisselam. Bir şey değil mi? Peygamberinin insanlığını bilsek oldu. Hatta özüm bir katım Ayşe Hanım'dan soraydı bu. Hazır kildi uyaga. Yani Peygamber Aleyhisselam insan. Çünkü köngülük azbaz bir nasıl düşünmese ondan bundan sormaydı o. Sorap bilgenden keyin şuna Peygamber Aleyhisselam ongocha ama Ubey ibn Sululna etibak aziyat qilib ketdi zadi. Voy, voy bu optu, andiqkan asli burun ishkisi bitishib olgankan, burun chatig'i olgan degandek tuhmatni qilib ketdi. Shuna Peygamber Aleyhisselam ma Ubey ibn Sululning og'zini kim jimiqtirdi? Sabilni yig'ib, ma u bak men aziyat qildi ma ba'zi odamlar. Mani bir og'zini bir yug'ishtirgan odam yo'qmi dedi. Degandan keyin bu mening oilamni, sharafimni tuhmat qilyotdi, ma bak xatarlik. Degan kun shuning bilan nima qo'pab ansarlardan Sa'd ibn Muaz qo'pab ya Rasululloh sang aziyat, chunki bu payg'ambar ismini demadi buning. Agar sangmash qattiq aziyat bir bo'lgan odam Aws qabilasidan bo'lsa, chunki Madinada ikki qabila yashaydi, Aws Khazraj deb. O Muaz ibn Sa'd ibn Muaz Aws qabilasidan. Ya Rasululloh, agar Aws qabilasidan bo'lsa, men kallasini olmaguningki. Agar Khazraj qabilasidan bo'lsa-mu, uning kallasini ham olmaydi dedi. Debdi, shuning bilan Sa'd ibn Ubada Khazrajdan bo'lsa kallasini olmaysan. Bu yerda qabilavozlik sal qo'zg'alib qoldi. Ap pishtini qo'ysa, ma pishtini. Ap pishtini, ma pishtini. Shundan pishtini sabab bo'ldi-chu. Tamam. Shu bilan bu yerda san Khazrajlik, men Awsda bu ikkisini o'ttirsizlar, urush bosh tas qoldi, ikki qabilani o'ttirsizlar, urush bo'lib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haydab Yaman bu ishni besiqtirib oldi. Besiqtirib olib, shuninglar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ayşe anamızın qishiq kirdi. Kirib Ayşe anamız yig'lab ko'zimdan bir hatto yoshimni tugab ketdi dedi. Shun bir kunsi Payg'ambar alayhisalom kirib, ya'ni Payg'ambar alayhisalom taxminan dedim ki bir ay 35 gün atrofida vahim ekanmidi. Shunday emas, agar yag'an payg'ambar bo'lsa, o'sha o'zil to'qwas bo'ldi-da, dastlabda oyatni men to'qiblam tugas bo'ldi g'ashayna. Yeni payg'ambarlik chiqib turdi meshadan. Shuncha ulab pishni bosat, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'ngli nihoyat parishon, Oysha onamizning yig'lab.
Şunun bilan Ayşe anamızning qishiga kirdi. Kirib, ey Ayşe, siz to'g'riliq menda hozir gaplar bor. Agar pak bo'lsangiz, chuqum Alloh pakligingizni isbotlaydi. Agar hamda insonchilikda bir xatolik o'tgan bo'lsa, xatolik o'tgan inson tövbe qilsa, Alloh tövbesini kechiradi. Degandan keyin Ayşe anamiz gipildir tugdimi Allohning payg'ambari deb o yig'laydigan yig'amni tugab ketgan dedi. Deb shondan dada senga qildi. Abu Bakr dada sizga qilsa, deb dadam bu payg'ambar alayhisolamning oldida men nima deyman deb gap qo'limi dedi. Men payg'ambar alayhisolamning dedi. Shu opamga apa sizga qiling desam, apamni payg'ambar alayhisolamga nima deymiz biz deb apamni jim turdi dedi. Şo'lan men dedim, men taxamda bir kichik qiz bola. Men agar men Qur'onni jiq o'qimayman, jiq taxi o'qib bilanmadim, Ayşe anamizning degan gapi. Men o'zim kichik, Qur'onni jiq o'qib, jiq bir narsani bilmayman. Ko'chada mushta gap bulab, silimo mush gapga azroq bir ishinib qolganda qilsizlar. Men o'zimni pak desam, men alhamdulillah pak. Sizlar balkim ishonmasligim mumkin. Agar men gunoh o'tkazdim deb e'tirof qilsam, Alloh bilan qasamki men pak, ishonishinglar mumkin. Shuning uchun men Yusuf alayhisalom degandek fasabrun jamil vallohul musta'an demakdan boshqa gapim yo'q. Eng go'zal shaklda sabr qilaman, menga Alloh yordam qildi deb turman, deblam jim turib oldim dedi Ayşe anamiz. Yani demakchi o'g'li, bu gap bo'pti. Bu gap bo'lgandan keyin sizlar azroq ko'nglingiz bir narsa tushibdi. Voy men gunohkor desam, voy gunohkor deb ishnim ketsa hozir. Voy men pok deb, vallohi men pok. Ishonmasligim mumkin. Shuning uchun men bu ishni Allohga qo'ydim. Yusuf alayhisolamning so'zi fasabrun jamil. Go'zal sabr qilaman, Allohga mush deb mushna deyman dedim deydi. Shundan payg'ambar alayhisolam shunda qub bo'lib g'achchida o'ltirib qoldi deydi. O'ltirib bu chaqda qish vaqt ekanda. Hatta mushish Ramazonning oxirgi so'z bergan. Ramazonning oxirida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning pishonlaridan mojandak terlar to'kilishga boshladi dedi. O'zi shunda xuddi ig'ir bir yuk otib qo'ygandek mushno pastlab mushno olib ketadi. Ha, vahiy kelibdi deb bildik uchun vahiy kelgan ashlar bo'ladi dedi. Ash qish vaqti bo'lsin talab xuddi beshit bir odamni besiyotgandek mushundoq igilib mushno o'qitadi dedi. Ha, vahiy kelibdi deb bildik. Shuna payg'ambar sallallohu sınayyan bulup işte kolunu başında tiyap başında turib oldi deydi. Şo'lan birdamdan keyin abshiri ya Ayşe. Ayşe xushbasharat eling. Sizga sizning pokligingiz to'g'riliq Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi, payg'ambar sallam kuldi dedi. Kulganlikdan men bir narsani his qildim. Shuni Ayşe nim debdi. Shundan Ayşe'nin anası voy qupung Rasululloh rahmatdan degandan keyin Rasululloh qo'pmayman. Meni Rasululloh paklamadi, Alloh pakladi. Allah wala ahmudu. Maytat demiş. Bize maytat payg'ambar sallam ham deylar. Qidavatida wala ahmadu illalloh huvallazi anzala bi barati. Mening pakligimning haqida oyat tushgan. Oyat nozilqan Alloh subhanahu taolo hamd aytaman. Deb shundan Qur'oni Karimdagi mesela wallazi innallazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Yani mushu tuhmatni, mush fitni ep kelgan bo'lsa, sizlarning ichingizda bir guruh deydi. Mana shuning uchun mushu bizalqi davomli Xitoy dushmanlari deymiz. Ammo har qanday bir siyosatchi o'zining ichki datalashni bir taraf qilmay turib va ichki mushundaq datalashni bir taraf qilish qobiliyatiga va san'atiga ega bo'lmay turib dushman qarshi turmaydi. Buni har qanday bir qo'mondan bilish kerak. Shundan shundan nim dedi? Bu usbatu sizlar uchun. Ammo bu ishni siz yomon deb o'ylab qolmanglar. Bal huwa khayrul lakum. Balki bu ish yaxshilik va nima ish qilsa, mishada bir amaliy dars bo'ldi. Kimning yaxshi, kimning yomon, hatto musulmonlarmi o'zining qandoqligini bilib qolgan bir imtihon bo'ldi. Demak, mush haqda taxminan 15-16 oyat nozil bo'ldi.
Bu ayetni o'qib tafsir qilsak bak vaqt uzun ketadi. Şu musulmonlar o'zi mana shu Nur surasidagi 11-oyatdan 20-oyat o'qisa bu vaqalik tafsili deyilgan. Xo'sh. Demak, endi Oyisha onamiz dedi, bir Allohdan da Payg'ambar alayhisolamning tushiga kirib mening ishim yoki Jibrayilda kelib bu ayol paktab menda o'ylagandim, mening haqqimda mendek bir bechora uning haqqida Alloh menda Qur'onda oyat nozil qiladi deb o'ylamabdi ekanman deydi Oyisha onamiz. Qiyomat qilsa tilovat qiladigan Qur'on nozil deb o'ylabdi ekanman deydi. Xo'sh. Endi bu yerda qisqartib desak, demak Payg'ambar alayhisolamninki bir safar jarayonida ayol to'g'riliq pishni fasad. Yani bu pishni fasad kichik gap emas. Ayolini, Payg'ambar alayhisolamning ayolini zina bilan tuhmat qilindi. Bu bosh gap emas. Payg'ambar alayhisolam bu davlatning raisi. Hem en poklikni tashabbus qilayotgan bir payg'ambar. Zina haram. Hatta bunda Payg'ambar alayhisolamda xalqning xotiniga yomon niyat bilan qarasang haram deyotgan payg'ambar bu. Xalqning xotiniga tikilib yomon niyat bilan qarasang ko'z zinasi qilgan bo'lsa, deyotgan payg'ambarning ayolidamdi. Bu ayolini zina bilan mandaq bir tuhmat qilishi bu ajoyib xatarlik endi. Shuning bu fitna zodi Madinani zilzilga solgan endi. Payg'ambar alayhisolam mushu fitni qarta qandaq pozitsiyada bo'lgan, qanday muomala qilgan deb savolga ham mushu yerdan javob bersak bo'ladi. Birinchisi o'ylab baqsa. Payg'ambar alayhisolamning bu fitnadiga birinchi qilgan muomalasi o'zini qattiq tutib olgan. Fitna jarayonida insonlar o'zini tutib olish. Chunki sizlar fitna bo'lgandan keyin nurg'un insonlar atata qilib hammadan kapshig'il tegadi. Fitna benzin qo'shadi. Rasulullohning birinchi o'zini tutib olganligini nadim bilmiz desa, bir oygacha Oyisha onamizga bir g'ing qilib boqmadi Payg'ambar alayhisolam. Chunki fitnaning asosliq temisi, fitnaninki yadrosi Oyisha onamiz. Bilamiz emasmi? İkincisi Safvan. İkisidan birisiga maaş qandaroq deb boq. Shu Oyisha onamiz bir oygacha shu ummi mustahkam bilmasa, bu ishni bilmadi. Payg'ambar bir eg'iz menda gap bo'tadi. Siz nim deb nega olgandingiz, nima ish qilgandingiz, bu to'g'riliq bir eg'iz gap boqmadi. Shuning uchun bu o'zini tutib olish va darhol inkas qaytarmaslik. Voy nim bo'lib ketdi, bu ishlab chapanni silib sadi bu iliq pishniga taxim ulg'aytganlik. Şu bunun bizning eng ügünüp aldığan işimiz, şu piştni yüz bergen çağda her qanday musulman darhal özünü tutub olish. İkincisi, muşunda Payg'ambar qanday qildi? Piştni muşunda bo'lgan çağda, ikincisi Ali radhiyallohu bilan Usama radhiyallohu chaqirib akilib bir masalani. Yana mash piştni qanday betaraf qilmaysiz deb bir guruh tashkilladi. Bir hayat tashkilladi. Bu hayat kim en yakın adamlarına, özünün en yakın işençilik ahvalını tigidim biladigan adamlarni akilib qana qildi? Maslahat so'radi. Demak, mushu pishni bo'lgan vaqtida biz o'zimiz shu pishniga pishniningki kelib chiqishi yoki shu pishniga aloqador shuni tigidim biladigan adamlar bilan maslahatlashish. O'z oldimizga paloq chiqiblam, talvilik qilib, shalloqlik qilib ishni buzsa bo'lmaydi. Payg'ambar Usama bilan Ali radhiyallohu kelib mana qildi. Maslahat so'radi. Endi ikkisi ananikini maslahat so'rab, maslahatni oldi. Nima deb maslahat berdi? En yaxshisi Ali radhiyallohu dedi. En yaxshisi Oyisha'ning xizmatkoridan so'ra dedi. Tamam. Shundan maslahat bergan. Ba'zan maslahat deb qo'yib, o'zini bilganini qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam maslahatni bir payg'ambar turib, Ali radhiyallohu anhu qarsa payg'ambar nisbatan bir shumta kamdi. Kichik o. Ali radhiyallohu qo'yvat deb degandilar. Yo'q, hamda alqa shunday eni qo'yvat demadi. Ya Rasululloh ayol degan jiqqo deb. Ayol degan jiqqo deb bo'lib, lekin eng yaxshisi Oyishaning xizmatkoridan so'ra. Nima uchun deydi? Chunki qiz bola Oyisha onamizdan xizmatkor bo'lgan kun 24 soat birga degan gap. Ya'ni to'g'ri maslahat berdi. Xo'sh. Payg'ambar alayhisalom buning maslahatini, Elrizonning maslahatini elib qanday qildi? Oyisha onamizning xizmatkoridan so'radi. U xizmatkor nima dedi? O bir kichkina qiz bola xamir yug'urib, uxlab xamirni to'qiydigan qiz bola u ishni nada unda shu bo'lsa.
deb qasam qilib turib Oyisha onamizni oqladi. Hamda Payg'ambar alayhisolamninki Bariradan so'rishi bu nima tushuntirdi bo'lsa, bu fitna to'g'riliq Payg'ambar alayhisolam maxsus bir dilo turg'izib, buni izdandi. Bu fitna zodi rasmo, yolg'onmi, buning egiz kimo? Buni günimiz. Fitnani bundaq bir og'iz bir tapdi. Masalan, bizning hozir shunda telefonga bir gap bo'g'icha o'qimay turib emisiga yo'llaymizda, ajoyib hamda. Bizda shunday bir kasal. Ba'zan o'qimay yo'llaydi juma. Shuni ishtirak taqit bo'laydi. O'ziga amaliyotda o'ziga bir uruq olayotganligini, amaliyotda o'ziga dozoqqa yo'l ochayotganligini bilmaydi bichara. Payg'ambar mana Bariradan so'rganlikdan har qanday bir fitna bo'lsa, buni taqitishdan burun yoki hukm qilishdan burun yoki nim qilishdan burun buni bir izlanib gapning qandara gap. Bu hayotimizda bakjaq bunday gaplar. Bizda qanday qilamiz? Shuni tutib oliblar, uni tasmi pulab, yo'g'antib, mushuni qanday qildi desa, ichini shixiri dinning nomi bilan qildi. Dinni qo'g'dash nomi bilan, vatanni kafirlardan qutqizish nomi bilan fitna ulg'aydi. Mana xatarlik mana boshqa ishlar bor. Shuni men Payg'ambar alayhisolam qana qildi? Hatto Payg'ambar alayhisolam buningdan to'xtab qolmadi. Ajoyib eslar. Zeynep onamizning qishig'i bor. Yani Ayşe anamızın kündeşi hamdi. Yani Peygamber sallallahu yeni bir ayali. Bu Uygurca'da künde, Arapça darair deyildi, bu Uygurca'da kündeşler deyildi. Çünkü bir adam iki kutnos birbirinden külleydi demez mi o? Berip Zeynep. Ayşe toğruluk sen kana qaraysa, muşta gap buvatıdı o deyken. Ya Resulullah, ben bu meselede ama koluqimni tilim saqlab qolar. Lekin Ayşe isil qızala. Ben onundan ben fakat bu işini qildi deb herkesim o'ylamayman. Men shunday shekilde. Ben ko'zimdan qo'lim, eloq gap qilishdan qo'rqdi. Nima ish qilsa? Ayşe onamiz deydi, Payg'ambar alayhisolamning ayollarning ichida eng mang raqobatcham shu deydi. Çünkü Zeynep onamiz bak chiroyli ekan-ku. Ayşe onamiz deydi, Payg'ambar alayhisolamning ayollarning ichida eng raqobatcham shu deydi. Lekin o'ylab baqsalar, bu ayolning isilligi Ama miyada resmi bir isil imam bo'lmasa, o sizlar bu dunyoda o'ylab baqsizlar. Bir adamning ikki xotini bo'lsa, ma xotini mushunda fursatda hamda bo'libmi, yomon fursatda chuqvanmasa, menja buning mana shu mushunda isil ayol bo'lmasa tugaydi hamda. Odatda normalda yaxshi gapini qilmaydi. Buna bir ikki xotini odam qilsa, ay qo'y, buni qo'y. Munda hozir emas, nima davosi oqidigan vaqtda ma hozir. Diyorken ya Resulullah ahmi sam'i ve lisani. Men qo'lim bilan igi chiqay, men saqlab qo'y ya Resulullah. Lekin men Oyishadan yaxshilikdan boshqa narsani ko'rmadim deb. Demak Resulullah qanday qildi desizlar? Mushu fitnaningki ras yolg'onlik haqida noyati cho'nqur izlanishib bordi. Mana buni bunda muomala qildi Payg'ambar alayhisalom. Bunda muomala qildi. Şun Qur'oni Karimda o'zir bor. Bir xabar kelsa buni chuqum rasulullohni isbotlanadigan oyat demini bilamiz endi. Bishada mushu Zeynep onamiz hissiyot qilib birilib yoki bir kundashlik qilib bir narsa deb solsa, ish ulg'uydi, nurg'on chatoq chiqadi. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam endi uni deb bo'lgandan keyin bu yerda 21 chatoq chiqdi sizlar endi. Hasan ibn Sabit radıyallahu anh, Peygamber Aleyhisselam'ın şairi. Hasan ibn Sabit. Bu Safvan to'g'riliq gapib qo'ydi. Ayşe anamızın tövgü mindirib, ep kelgan Safvan radıyallahu anh. Safvan ibn Muattal nayt taqva, hatta Peygamber Aleyhisselam'dan oila do'stlik va sahabi var. Bu to'g'riliq gapibdi. Safvan radıyallahu anh qilishdan chiqarlam, Hasan ibn Sabitni chepib soldi qarasa. Resmi qilishda chapdi. Meni ming tuhmat qilamsa, men deb chidamay qilishdan chap soldi. Shuning bilan bu yerda shundan bu ikkisi Hasan Sabit nimani tutib olib, shuna Payg'ambar sallam qashib keldim. Degan fitna bu fitnaning ichidan fitna chiqadigan gapda. Tas qoldi, Avslan Xazraj qabilasi so'qishib ketgan tas qoldi. Miyada Safvan bilan ma ikkisi. Buni qanday bitar qildi Payg'ambar sallam? Payg'ambar sallamning qishig'i kelgandan keyin
Peygamber Aleyhisselam'ın kaşık ap kelgan ekan. Hamda töhmet qilish uchun islom dinida 4 guvoch ketadi. 4 guvoch yo'q. Ay yegan qilishi qarta Peygamber Aleyhisselam bununğa bir didakni pul, mal hadiya qilib buning o'rnini to'shqazdi. Hatta agar Hassan ibn Sabit mushunda ulab ketsa, Sabbad ibn Muattal qisas elindi deb solab qo'yishga buyurdi. Tamam. Agar sening zarar uchun buningga to'ga, pul, andikin bir didakni izin to'lg'izmadi. Ammo sen buningga 4 guvoch kelmay tuhmat qilganlik uchun deb shu yerda andikin tuhmatxo'rlarga 80 darra urush shariatni ijro qildi. Qasa manda bitirib qildi. Hech kim zixmi ko'ymaydi, qorni ko'ymaydi. Xo'sh, abiyadadam Avs bilan Xazraj qabilasida Sa'd ibn Muaz bilan Ubad ibn Sa'd ikki qabilaning boshlig'i, ikki qabilaning mas'ullari so'qishib qolgan. Buni qanday qildi desa, Payg'ambar sollallohu bir qatim an elib, aniga mehmondoshlik qildi. Shu aniga boribdi, Sa'd ibn Muaz bilan tamoq etib, toz mehmon qildi. Endi bir necha kun o'tgandan keyin Sa'd ibn Muazni elib ibodatni Samtardalarni uyga berib, u yerda mehmon qilib, bu ikkisini manda yaxshilashtirdi. Maşkisini Hasan sahibning to'yga pul urib, buni tugitib, ammo tuhmatga aniqida rozi qildi. Islom dinida tuhmatga odamga 80 darra keldi, 80 darra urildi. Shu mush vaqalikda oyat darra urish oyati nozil bo'lgan. Demak, Payg'ambar alayhisalom bu masalalarni hamda mushundaq hal qildi. Undan keyin yana bir masala chiqib berdi. Pishni sabab bo'ldi degani. Dedim, bu pişnek aralashib qolgan odam 3 dedik. Birisi Hassan ibn Sabit, ikincisi Mistah. Mistah degan Payg'ambar alayhisalomning hammasining o'g'landi. Badrga qatnashgan sahaba. O Mistahning Oysha onamizdagi tuhmatga aralashib qolganlikdan Abu Bakr radhiyallohu Alloh bilan qasamki bundaki yordam qilmay, bunda ashning iqtisodiyotga yordam qilib shuni qilganda. Xolidxon, Evatxon. Ha. Qasam qilib etkanda, men buningdan keyin nima yordam qilmayman deb. Qadam. Shuna buni qanday nima bo'ldi desa, shu oyat nozil bo'ldi. Va la ya'tali ulul fadli minkum wasa ay yu'tu ulul qurba. Alloh pul mol kengchilik berganlar tuqqanlarning ichidan yaqinlarga yordam qilishdan boshlatmasin. Ala tuhibbuna ay yaghfirallohu lakum. Hey, sizlarning Allohning kechirishini yaxshi ko'rmasizlar dedi. Demak, sen kechirvat. Tuqqaning shunday bo'ldi. Sen kechirvat. Alloh kechiradi degan oyat nozil bo'lgan ekan. Voy uhibbu, voy men Allohning kechirishini yaxshi ko'raman. Allohning kechirishini yaxshi ko'raman. Alloh bilan qasamki, tiriklam, hayotlam bo'ldi ekan, men tuqqaniga yordam qilishni to'xtatmayman dedi. Demak, bu shu qatimqi vaqalikda men mushundaq pishnichidan pishna nurg'un chatoq chiqib ketdi. Undan keyin mishada meni eng ta'sirlantirgan yana bir ish bor. Abu Ayyub al-Ansari, Turkiyada yashagan odammiz, Abu Ayyub jamoasini bilamiz, Ayyub jamoasini. Ikkisi xotin bu ishni menda deydi-da. Ayyub ayol dedi. Hey Ayyub, ma Oysha Safvan to'g'riliq bo'lgan gapni angladingmi? Munda gap debdi. Angladim deb bo'lib, hey xotin dedi. Mush ishni sen bo'lib qolsang, Oysha onamizning o'rnida sen bo'lib qolgan bo'lsang, sen mush yamashini qilamding debdi. Voy Xudoya tavbislar, men bu ishni qilmaydim debdi. Bilib qo'y, Oysha payg'ambar alayhisolamning ayoli, sen bizdan yaxshi shuni uchun hargiz qilmaydi. Mana bu darsni bütün musulmonlar bilish kerak. Agar jamiyatdagi insonlar mush Abu Ayyub bilan Ayyubdek bo'lsa, fitna to'lg'an yerda kun ko'ramay o'ladi. O'ylab baqsan, bu odat gap emas. Ajoyib javobda, hey Ayyub, sen Oyshaning o'rnida bo'lsang, bu ishni qilamding deb, "To'y qilmayman men" degan debdi. O'qib qo'y, Oysha onamiz sendan mendan afzal. Undan keyin albatta qilmaydi u.
Şundan biz hazır her qanday bir iş olsa, ya o adam esil, mümkün emas. Manda o'ylashimiz kerak. O adam mendan yo'q. Men chiqimda qilmayman bu ishni. Qanday qilib o adam qilsin desak, jamiyat kishilar mushudek bo'lsa silchib pishni bilan bo'lmasmi? Menimcha, mana mushundaq bu pishni Payg'ambar alayhisolamning qanday muomala qilgani mushun eng menga ta'sir qilgan shu iliqi. Andikan Alloh subhanahu va taolo dedi: "Walaula iz sami'tumu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha." Subhanaka hada buhtanun azim. Sen anlagan haman bu haqda bizning gap qilishimiz loyiq emas. Bu nimada buhtan demada diyamidinglar. Allah bundaq buhtan deb, iliq pishni o'z nurg'un adam yejib turdi-chu. Hatta masalan qatnashmismi? Pishni pasatga qarshi turmaydi nurg'un odamlar. Bu yerda deydi sen tumay ma uchiq buhtan deb aniq danglar buni bu iliq pishni pasat buhtan yag'an yo'doq so'zlar bo'lsa deydi. Shuning uchun iliq mushariki shu Ummu Ayyub bilan Abu Ayyub Ansarininki mushu nimisini biz nayt o'zimizga bir qattiq dars qilishimiz kerak. Türk'ün köp rahmet. Aslında bu program biraz yeni bir bölümge kaldırsak olurken çünkü ahiri yine toxtuluş geçtik olmaz mullava. Vaktimizin toşup eşip gitti inşallah. Ki programı devamlaştıralım. Meşahede ahırlaşırsak. Çünkü intihai muhim kadarlık görülmelerimiz. Deyimizin bu meselelerimiz bir fitne diyen gap baştan biraz sözlep ötüldüğümde. Fakat bir insanın ailesiga, şan şerifiga şu haqda çıkarılgan bir söz göceklam bulmaydan bu anda. Mayli siyasi cihatlik teşkilatlar işçiligi olsun, alim ölümalarının kendim olsun, nurg'un hem sahaga çıkılgan şu sahanın işçiliklerge oturup taşlanıvatkan söz göcek, her xil böktan narsaning hammasi çıkırdan biz fakat bir yerde misal süftüde o'tilgan bilan bunu yine bir bölüm kılsak mutlaka aran tüketişimiz mümkün. Çünkü bu çıkıştaki fitnelerin çıkarılışındaki sebep münafıklar nimin nişan kıldı. Bu çıkka vakti Müslümanlar buluştuğumuzda kandak vaziyetimiz nime. Kaydınak türdeki ölüm Allah'a müracaat kılışımız gerektiği mezmunlarla kayıp kaldı. İnşallah Rabbim ömrümüz bolsa ki programda ama şu saatlerde görüşükçe sizlerle Cenab-ı Allah'a tapşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل